Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlarga 507 sotuvli dokumentda, lekin o'zi umumiy 6 sotuvli bo'lgan shunaqa xonadon topib qo'ydim. Ishlab chiqarish, hamma zamonaviy nima ish kerak bo'ladigan bo'lsa, yomon atrofis to'la ishxona. Xullas, Yangiqayot tumaniga kirgan, mana shu yerda yaqinroq ko'rsatavering yoki. Yangiqayot tumani mana ko'rasizlar. Uy o'zlari nomida 100% egalik o'zlarida, Binokor MFY Sholikor ko'chasi 30-uy xonadon ekan. Xullas, asfaltlari ko'ryapsiz, haqiqiy zo'r asfaltlar qilib qo'yishgan ekan. Ko'p maqtab o'tirmaymiz, faqat ochiq-ochiq hammasini chiroyli qilib gapiramiz, bo'ldi. Xullas, nima deydi? Narxini oxiriga keltirib o'tirmaymiz. Bo'ladigan narxni aytib qo'yamiz. Egalari 130 so'rayaptilar. Hali ancha o'tib beradigan joylar bor. Xudo xolasa bemalol savdosini qilib, barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Hozir ichkarini ko'rsataman. Aka, fasadlari necha bet? Fasad, uyda tashqarisi necha metr chiqadi? 13 metr. Uzunasiga? Aka, agar kommentariyada yozib ketinglar, 6 sotli xonadonga fasadi misol 13 bo'ladigan bo'lsa, uzunasiga necha bo'lishi mumkin? Qani matematiklar, bitta hisoblar kommentariyada yozib yuboringlar qani. Bismillah, mana uyga kirishda boshlaymiz. Bismillah. Mana xonadonga kirganingizda o'zi qanaqadir fayz bor. Nima deydi? Har bir xonadonga kirganingizda aura bo'ladi-yu, o'sha aura bu yerda yengil. Shuna kelasiz, prosta xonadonni ogiz kelib qoladi. Like-da bosmagan bo'lsangiz, bitta like-da bosib qo'ying. Sizlar nima ketdi? Hozir men syomka qilayotgan ustozim Temur aka, o'zingizni bitta ko'rsatib qo'ying aka. Temur aka, xo'p, endi xonalarni sekin tanishtirib o'tiramiz. Xo'p, birinchi bu xonadan boshlaylik. Yo, bismillah. Mana kirganingizda mana shu joyda bir tapchan qilib, oilaviy mana shu joyda bola chaqa bilan, ota-ona bilan gaplashib, hatto suhbatlashib, choy ichib o'tirsa bo'ladi. Nima deysizlar, salqinda. Chunki naveslar ham chiroyli qilib yopilgan, qarang. Yashil hududlari ham zo'r, anchagina. Bedanalar sayrashini hali ko'rsataman sizga. Bu zal bu yog'i. Qani bismillah. Shuna zalga kirganingizda o'zi atmosfera boshqacha. Do'stu dushmanni oldida shuna bemalol kerilib, nima edi, obro'yingiz oshib turaveradi. Uyda dizaynlari ham, misol uchun, devorlari ham yaxshi kombinatsiya qilingan, yaxshi aboylar tanlangan ekan. Mo'shni aboylar. Bilasiz, bolalar sho'x bo'ladi, shuni ruchka yozib tashlasa, shuni latta bilan o'chirsangiz ketadigan. Va issiqlik sistemalarini ham ko'ryapsiz. Hammasi yaxshi. Bemalol kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Illyustratorlarni ham zo'rini qo'yib qo'yishdi aka. Ya, mashallah. Eshiklari ham yaxshi eshiklar. Prosta eshiklar emas ekan. Deb, mana tekshirib olsanglar bo'ladi. Faqat bitta narsa bo'lyapti, mebel, jihozlar hamma narsasi ketadi. Uyga sizni mana shu holatda topshirishadi. Internetlarni, 4 ta shoxliklarini zo'rini qo'yib qo'yishdi mana. Bu yoq tomonda yana bitta xona. Opamiz o'zi tikuvchilik bilan shug'ullanar ekanlar. Tikuvchilik eskidan yaxshi kasb o'z bilasizlar-ku. Orada shunaqa tikuvchilar bo'ladigan bo'lsa, like deb bog'latib qo'yinglar. Bizlar blogerlarga like deb bossangiz, bu motivatsiya bo'ladi, ham ijodimiz yanada gullab yashnaveradi. Chunki qolgan videolarimizni ham boshqalarga chiqarib berishadi. Ketdi. Aytganimdek, kommentariyada hisobladinglarmi? 13 metr bo'ladigan bo'lsa, fasadi uzunasiga necha metr bo'ladi? Akalar. Xo'p. Bu tomonda ham bitta xona bor ekan. Bu joyda oilaviy, mana shu joyda oyoqni cho'zib, televizorni ko'rib, xudo xolasa bu yil O'zbekiston jahon chempionati chiqdi-yu. Xudo xolasa chempionatga mana shu joyga katta televizor qo'yib qo'yib, oilaviy baqir-chaqir qilib ko'radigan joy ekan. O'rtoqlar, futbolga qiziqadiganlar bormi? Like deb bosib qo'yinglar, akalar. Hovlini ko'rasiz. Mana shu joyda bedana bor. Mana. Bedanani qarang, yo mashallah. Bedana boqish yaxshi ko'radiganlar bormi? Aka, mana ko'rsatib yuboring. Xullas, uyda olsangiz, mana shu bedanalar sizga bonus tariqasida qo'shib berilar ekan. Ana. Ketdi. Endi bu yog'i oshxona. Oshxonalari ham ancha yaxshi. Ayollarimizni eng yaxshi ko'radigan joyi, sevimli joyi oshxona desam, kimdir kommentariy yozib yuboribdi. Biz ayollarning joyi oshxonada emas deyishyapti. Lekin bitta narsani bilinglar, biz erkaklarning qalbiga boradigan joy oshqozon bilan e'tibor deydi-yu, shunaqa. Qarang, qanaqa stasionalari ham zo'r.
Xullas, mana shu oshxona jihozlari ham tashab ketilar ekan. Sizga qoladi hammasi. Undan tashqari mana bu yerda oilaviy choy ichib o'tiradigan tapchalari ham bor. Mana televizorlar. Qarang. Xullas, yaxshi. Aboylarni ham yaxshilardan tanlab qo'yishgan. Bemalol kelasiz, yashaysiz, tamom. Xullas, bu yerda ham bitta xona bor ekan. Boyam Temur akamni syomka qilayotganimda meni esimdan chiqib ketdi. Sen shogirdman deb hali o'shanga qo'llab turinglar endi. Mana hammomga kirganingizda bu yoq tomonda mana kir mashinalari, mana bu yoqda suvlari ham bor. Mana hamma narsasi bor. Mana hammom ichkarisi topli bo'l qilingan ekan. Sharoitlar yaxshi, bemalol kelasiz, mazza qilib onadan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqib ketaverasiz, cho'milib. Bilaman, aniq ichlaringizda shunaqalar borki, qishloqda sal chekkaroq joydan olib qo'ysam, 2-3 ta qo'y tashab qo'yib, mol boqib yursam degan anaqalar bor. Akalarimiz, hoji akalarimiz kuzatishadi asosan. Lekin sizlarga sharoit ham bor-da. Orqa tomonda mana tovuqxonasi, bir qo'yxona qiladigan joylari ham bor. Aka, bu yoq tomonlarni ko'rsatib oling mana. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, bu yoq tomonda tovuqlarni qo'yxonaga joylar qilib qo'yishgan ekan. Bu yoq tomonda esa kladovkalar bor. Kladovka ham ancha katta ekan. Ichlari banka-sonkalari taxlab qo'yishibdi mana shu joyga. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Keyin suvni naporlari ham ancha yaxshi. Vodovorot suvi. Bari suvni ham 05 suvni ham 5000 ga sotib o'tiribsiz-ku mana. Mana shu toza suvlar bor. Bu yoqni qarang, yashil hududi qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Olgandan faqat mazza qiladi, baraka topadigan joylar. Mana shu joyga pomidorlar ekib qo'yib, o'zingiz zerikkanda azaqa bir ikkita narsa chiqarsangiz bo'ladi. Bu yoq tomon hojatxona, bu yoqda daraxtlar ekib qo'yishgan ekan. Xullas, manzilimiz Yangi Hayot tumani, bu Toshkent shahriga qaraydi. Toshkent shahriga qaraydi. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Xo'p, Toshkent shahri, Yangi Hayot tumani, Binokor MFY Sholikor ko'chasi. Agar xudo xolasa bu joyni olib qo'ysangiz, yaxshi mazza qiladigan joylar. Narxini aytib o'tdim sizlarga, 130 so'rashyapti. Bemalol qo'rqmay so'raveringlar. Etilganiga sotilmaydi baribir. Xudo xolasa savdosini, barakasini qilishadi. Kommentariyada topdinglarmi? Birinchi topgan odamga bitta bonus bor, xudo xolasa. Xullas, Takmetda 577, o'zi umumiy 6 sotuvlik xonadon. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Temur akamga o'xshab aytib qo'ying. Internet, gaz, suv, kommunalkalar hamma narsasi zo'r. Mazza qilasiz, yashaysiz. Tamom. Like-da bosib qo'yib, shuna linkini olinglarda, kimdirlar uy izlayotgan bo'lishi mumkin, kimdir xonadon izlayapti, o'shalarga shuni tashab qo'ysangiz, kimdir uy olishiga siz sababchi bo'lib qolasiz.